Va bundan tashqari sizlarga qisqacha ma'lumotlarni bermoqchiman. Bu yerda bizlarni uyali aloqa imkoniyatlarini ko'rmoqchimiz aynan ilovani va qanday qilib bu boshqa texnologiyalarni ishlayapti. Mana qarang, bizlarda mana gaz hisoblagichlarni inspektori deylik, tekshiruvchi inspektor. Mana hozir men buni rasmga oldim va tizimga kiritdim deylik. Endi lekin menda oldin promptim sozlangan edi. Bu degani mana shu rasmdan ko'rsatkichni olinglar va bu ko'rsatkichni raqamini ham ko'rsatib beringlar degan bir talab qo'yilardi. Ya'ni ko'pgina ma'lumotlarni qo'lyozma tarzda kiritmas edim. Va endi hozir suratga olingan bizlarning hisoblagichimiz o'zi hozir matnga kirildi va qanday qilib bu ko'rilyapti. Mana forum degan bizlarda forum va SEO 1-2-3 degan bir bizlarda redaktorimiz bor. Ya'ni bu yerda qo'l yozma tarzda kiritish kerak edi. ChatGPTda yoki DeepSeekda oldin kiritilar edi. Bu yerda mana shu chiqi ko'rsatkichlarini matn sifatida ko'rsatib ber va ikkinchisida esa shu raqamini ko'rsatib ber degan bir man ularga buyruq beraman. Va hozir mana shu rasmlarni hammasini mana o'zingiz ko'rdingiz, geolokatsiya qo'shilyapti va bu surat Mayform bilan bog'langan. Ya'ni bu barcha ko'rsatkichlarni bu tegishli qismlarga, tegishli ustunlarga, tegishli chiziqlarga kiritib boryapti dastur. Ya'ni bu degani hech qanday xatoliklarga yo'l qo'ymaydi. Albatta sun'iy ong ham xatolarga yo'l qo'yadi, lekin bizlar ancha muncha narsani o'zimizga tekshirib vaqtimizni tejashga muvaffaq bo'lamiz.